Mashraf Boboyev 1941-yilda Samarqand viloyatining Chelak tumanida tug'ildi. 1956-yilda o'rta maktabni tugatib, kolxozda traktorchilik qildi, kutubxonada ishladi. Toshkent madaniyat texnikumida San'at institutining aktyorlik fakulteti kechki bo'limida tahsil oldi. Tahsil davomida zavodlarda, shuningdek, Respublika xalq ijodi uyida ishladi. 1965-yilda Samarqandga qaytib, viloyat xalq ijodi uyida, viloyat gazetasida xizmat qildi. 1967-yilda yana Toshkentga qaytib, Yosh gvardiya nashriyotida, Sharq yulduzi jurnalida, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, Yozuvchilar uyushmasida, Madaniyat ishlari vazirligida, Hamza teatrida, Yosh tomoshabinlar teatrida, O'zbekiston Milliy axborot agentligida faoliyat yuritdi. Mashraf Boboyevning Onamga xat nomli birinchi she'riy to'plami 1971-yilda nashr etildi. Shundan so'ng Bahor kayfiyati, Gurung, Paxta mening, baxtim mening, Kechki trolleybus, Bag'ishlov, Olisdagi chiroq, So'z, Men bilgan sir, Qani mening yulduzim, Nomsiz yulduzlar kabi she'riy nasriy kitoblari dunyoga keldi. 30 yoshlilar, Yer tomiri, Toshkentdan kelgan mehmon, Gurung, Tunis prezidenti, Bizning hovli, O'z uyingdasan, Qani mening yulduzim, Suyanch tog'lari kabi sahna asarlari poytaxt va viloyat teatrlarida namoyish etildi. Mashraf Boboyev shuningdek Iroda, Sevgi nidosi nomli televizion badiiy filmlar hamda 60 qismli birinchi o'zbek milliy teleseriali Ko'ngil ko'chalari muallifi hamdir. Mashraf Boboyev 1995-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. 2003-yil 23-iyulda Toshkent shahrida vafot etgan.